aka, moshinangiz qanaqa? Bek aka, uyingiz qayerda? Gorgazin. Bek aka, qayerda ishlaysiz? Moshin furushi. Bek aka, ovqat. Turjirme tarafga bu. Bek aka, telefon olib bering. Maun etoba. Хорошо. Svidaniya ketaykom siz, pulini beraykom biz. Pul beray ko'ramsiz, uy beray ko'ramsiz, moshin beray ko'ramsiz, to'y beray ko'ramsiz. Dadaman ki. Ya ketsan ketdi harom, ya jonimga tegding. Hish! Bordim uyga, darvozasini taqillatdim. Akasi shuni ochdi. Men akasiga qarab qo'ymayman-ku. Singlizni siyoman deb o'ldirmadim, qo'yib berib yubordim. Mana shunday qilibmi? Ha, men senlar yoshingga bir gap aytib, 3 ta 4 ta akasi borlar bilan gaplashib yuraydim. Men bilan olib, onangni bir kuching yetmasa tosh-posh bilan olib, solmosh onangni. Dada, Satta yeb kema. Satta ko'rdingmi? Nima bo'ldi yana? Katta akasi darvozani ochishim bilan qo'yib berib yubordi. O'ylab bukulingdan sani. Mana telefonchani ol. Ne komsulu sanga yana teksa menga telefon qilsan. Davay. Davay. Sen kim uchun kurashaman? Kurash! Gaplashdik dada, zakonni hammasi. Telefonni ber. Zakonni deyman-ku. Ya sana olib bula telefonni oldimi? Olgani yo'q dada. O'chiring dada. Gudoq ketib ko'tarmaydi-ku bular. Ya bana baba burada telefonni ketiga tiqsak-ku. Batareykani tezroq top. O'zingdan katta opa bilan yursang, senga shoferni umuman keragi yo'q, chunki rulda doim opani o'zi. Milliarder jo'ralaring shot to'lamasligi mumkin, lekin katta opang doim sen uchun shot to'laydi. Aka, eng chiroyli buketizdan kerak edi, ana o qizga olmoqchi edim. Qanaqasidan kimga? Mana qizga turibdi-ku. Apagami? Ben salona kirib chiqaman, mani kut. Ichishga sok-pok aytaymi? Bitta pivo ayt, yapsizda. Nargiz, sen balsa toshga keluvding-ku? Qornimdan bo'lgan ekan, javob berib yubordi. Nima? Dada, matematika daftarim qolib ketdi. Yo, bana bobomro. Bu kim? Hamshamiz Sadullon o'g'li, yoshligiga bosh bilan yiqilgan men otasi deb o'ylaydi. Ha, Sadullon o'g'li ki. Dada, matematika daftarim qoldi. Bu kim? Fatima. Bu yoq hamsham o'g'li, muqim bizani uyiga onasi demsin. Men sizni o'g'lingiz Daftaringni ol katta. Sen daftaringni zatsatdan uyimizga nima qilibdi? Mana shu hovli joylar hammasi sizning nomingizga o'tadi, Fatmaxon. Dada, daftarimni topolmayapman. Shu onaqa hamsham meni o'zimman ko'ra olmaydi. Spetsial o'g'li yuborgan. Dada, meni tashab ketgan laylak shumi? Laylak onang, bu yaxshi-ku, bacham. Onangdan keyin mani baxtli bo'lishga haqqim yo'q, bacham. Bor dada. Bombacham. Bor dada. Bo'lmasa, Sadullon 1,5 soat dada deb tur, bacham. Hay dadam. Yana dada deydi bu. Sadullon dada deysan deyolmamasang. Sizda nima deyman? Hamsa deyman. Sadullonni nima deyman? Dada deysan Sadullon. Siz kim? Ey, men hamsa ya, u dadang, u Bu tuyaqush kim? onang. Qo'shni. Sadullon aka. Fatima? Dadam, tuyaqushiz uchib ketgan. Uchishga uchdi, Sadullon nimasiga uchdi, bacham? Dada, nima meni ukam yo'q? 1 soatdan keyin kelayding, ukaligan bo'layding, onaligan bo'layding, bacham. Yo'q, bana bobomro. Menga qiyngan, mama tez topib olasiz. Yo'q, bana. Men ketdim. Faqat iltimos. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu Nusrat. Masxur.
Ha, Nusratsizmi deyapman. Yo'q, unaqa o'ylamang, iltimos. Keting unaqa. Ha, iltimos so'rasam bitta bir chat qil. Agar shunday belegim desam, sendan olgan $50 qarzimni umuman qaytarmayman. Yana 50 qo'shib beraman, faqat roling yaxshiroq o'yna, iltimos sendan. Davay. Assalomu alaykum jonim. Bugun siz bilan muhabbat. Shohjahon tirik bo'lganda bu chiroyimga yana bitta Toj Mahal qurib bergan bo'lardi. O'g'lim tirik emas ekan. Tirik bo'lsa kerakdik. Qurgan narsalarni qaytib buzaydimi nima? Keyin biz Fransiyada bo'lmasa men sizga tegmayman. Qanday Fransiyaga bo'lmaydi? Men o'zim fransuz bo'lsam. Le Romi, Romi, что ты корот lazmi? No, insof, ana yaraman tamom bilan telefon o'ynaytiribsan. Men telefon o'ynayman, men foydali ish bilan shug'ullanaman. Nima foydali ish ekan? Hikmatulloyev bloger bo'lku, o'sha gif konkurs qilibdi. Ana podpiska degan joyda 99 ta homies bor. O'shanga kirib ana hamma homiylarga mana podpisacha qilib chiqasan-ku mana. Ertaga 22:00 da prямой efirda u har bitta odam 500 mingdan, ilk undan tashqari 5 ta telefon o'ynayapti. O'shani yutib olmoqchiman. Gapni aylantirmasdan shu $50 da bermayman deb qo'ysang bo'ladi-ku. Yo'q, jo'rajon. Ketdik. Uni qara, jeb petib yopishib, tez bil. Yutaman beraman, jo'rajon, yutaman beraman. Bu meni ungacha el qilib qo'yadi. Baxtli bo'linglar. Qaynota, ostanangizni supurgani keldik. Yo'q, mana yo'q, bobomroz. Kechiring dada, yuzga yo'q qo'ydim. Ko'rdingizlarmi? Ikkita ot keldi buni orqasidan. Minamiz. Sizda bir bulbul bor ekan. Ko'rasanlarmi? Bizni bulbulchaga kelibdi ular. Bu yerdan bulbulmi, qarg'a bo'lgandir saniki qachon. Bizniki burgut. Nimalar deyapsan? Bu Umrodga savchilikka kelgan. Savchilik deng. Endi kelin siz menimcha. Kelinman, bu kishi onam. Ya, onajoningizni sizni. Xudo qilay bizim. Jonim, xudom o'zimni. Ya, tashayordik-ku. Yig'nanglar o'zlaringiz. Til orqa ket. Ha, Umrod. Yaxshi o'tiribsizlar, mehmonjo'ni ko'ylakni qaypamakki. Erkak bu qitsa kalti. Bugun oqlig'imda beri yoraman. Men qara, bir pechka madonga tiqib yoraman. Tur yoqmi? Iflos, o'ylay jirtillab. E'tibor bermang. Xullas, o'g'lingizni olib ketamiz. Biz bilan ichki yo'q bo'lib yashaydi. Nimalar deyapsiz, ey? Ya. Dada meni ularga beri yormang. Dada. Dada dema, endi seni o'zingni otang va oilang bor. Dadajon, meni beri yormang. G'ayba, to'liq. Zakonni to'liq. Kir, eshik qulflaylik. Shundan qaytib qolmasin. Basharang muncha hujum qildi hayotimga o'xshab. Bitta qizga gap o'tgandim. O'shani akasi dovul chaldirib o'ynataman dedi. Dovul choldiraman dedi. Kim ekan u so'zanda? Ha, muncha anglaysan, kim u deyapman? O'zi kelibdi Razborga. Bo'ldi, zerikman, men o'zim hal qilaman. Bilasan, akang 3 yil jiu-jitsu, 2 yil yozuvchilik bilan shug'ullangan. Qo'yma. Qo'y. Yeah. Bomrod aka, Qo'ymasadilar aramchasi mashiya. siydimmi nima? Yabana rat belak. Oy, men qarasam kimga dovul cho'ldirmoqchi eding? Men ukamgami? Yo, men cho'laymi? Men cho'lay bir raqs o'ynasinmi? Yo'q, u yetmayapsan.